Siz suyimlik payg'ambaringiz bilan birga safarga chiqishni xohlaysiz albatta. Safarda uning bilan birga bo'lib, so'zlarini anglashning bir faxr va huzur ekanligini bilasiz. Uning yuzini ko'rish sizga safarning harg'inligini unutildirdi. Uning ma'nidor va hikmatga to'lgan so'zlari har qanday qiyinchilikni yengillatadi. Mana siz hozir suyimlik payg'ambaringiz bilan safarga chiqdingiz. U bir badaviyning uyida mehmon bo'ldi. Badaviy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hurmatlab kutib oldi. Sizning suyimlik payg'ambaringiz hech qanday yaxshilikni unutib qolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam badaviyga bizning yurtimizga kelgan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam badaviyga qilgan yaxshiligini qaytarishni o'ylagan edi. Uzun o'tmay badaviy keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Ey badaviy, hojatingni aytqin" dedi. Badaviy "Mengili to'giga va sutini bolarimga seg'ib bergili o'shkiga ehtiyojim bor" dedi. Payg'ambar alayhisalom ulug' ishlarni yaxshi ko'rgachga Badaviyga top-tani qilgandek, "Sen Bani Isroildagi qeri xotinchilik bo'lanmamsan" dedi. "Nima uchun Rasululloh bundoq dedi?" "Siz hozir vaqalik qiziqyapsiz, shundaqmi?" Rasululloh tilg'agan Bani Isroilning qeri xotinning ahvolini bilishni xohlayapsiz. Sahobalar shunda qiziqqan edi. Ularmi darhol "Ey Allohning elchisi, Bani Isroilning qeri xotini qandoq edi?" deb so'rashdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga buningga munosabatlik Yusuf alayhisalom qavmiga qilgan vasiyatini aytib berishga boshladi. Musa alayhisalom Bani Isroilga Misrdan chiqib ketish vaqtining yaqinlab kelganligini bildirdi. Ular Musa alayhisalomga Yusuf alayhisalomning qarindishining vasiyatini aytdi. Bu vasiyat avloddan avlodga yetkazilgan edi. Musa alayhisalom Yusuf alayhisalomning jasadini olib, vasiyatni o'rindash uchun Bani Isroildan Yusuf alayhisalomning qabrisini so'radi. Lekin hayron qolarligi, hech kim qabrining o'rnini bilmaydi. Faqat Bani Isroildan bir mo'may biladi. Musa alayhisalom uningdan qabrining o'rnini ko'rsatib berishni talab qildi, ammo mo'may bir talabini o'ttirib qo'ydi. Talibi bo'lsa jannatda uning hamrohlaridan bo'lish edi. Ya'ni Bani Isroildan bo'lgan bu ayol Allohdan eng yuqori maqom bo'lgan jannatdan payg'ambarlarning maqomlarini so'ragan edi. Musa alayhisalom bu shartni rad qildi. Chunki u kishilarni jannatga kirgizish huquqiga ega emas edi. Ana shu topda Alloh taolo uningga vahiy qilib, mo'mayning talabini qabul qilishni buyurdi. Mo'may ularni bir ko'lga boshlab keldi va ularga "Bu ko'l suyini qurtinglar. Chunki Yusuf alayhisalomning qabrisi uning ostida" dedi. Rostdan shunday edi. Musa alayhisalomga vahiy qilgan Rabbimiz uningga Yusuf alayhisalomning qabrisini ko'rsatib qo'yishga qodir edi. Lekin yaxshi niyatlarga o'ziga yarasha mukofot beradigan mehribon Alloh bu ayolning o'ziga bo'lgan muhabbatini va jannatga bo'lgan ishtiyoqini bilgachga, Musa alayhisalomga u ayol bildigan ma'lumotni oshkorlamadi. Balki u ayolga jannatni berish uchun u ayol orqali bildirishni iroda qildi. Ey hamshiram, niyatingiz va maqsadingizni Alloh rizosi uchun qiling. Yuqorini cho'ng ishlarni umid qiling. Allohdan oddiy latiputlarni emas, buyuk narsalarni so'rang. Bolalaringizni buyuk nishonlar bilan tarbiyalang. Rasululloh ana shunday buyuk ishlarni yaxshi ko'rgachga, hojitingni so'ra degan odamga Bani Isroildagi ayolchilik bo'lanmamsan deb qo'ydi. Shunga kichik ko'z bo'lmang. Allohning xazinasi ko'pdir. Shuni bilingki, Alloh to'limi sexiy va mard zotdir. Yetarki siz samimiy bo'lsangiz, niyatingiz durust bo'lsa, Alloh sizga eng oson va qulay sharoitlarni nasib qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalomning yoniga sahobalar tonimaydigan yezidan bir kishi kelib, payg'ambar alayhisalom bilan jihad va hijrat qilishga bay'at berdi. U kishi musulmonlar g'alaba qilgan bir jangga qatnashdi. Payg'ambar alayhisalom g'animatni sahobalar orasida taqsim qildi. G'animatlarni taqsim qilgan jarayonda yeziliq heliq kishi bo'lmag'achqa payg'ambar alayhisalom u kishining nasibasini ayirib qo'ydi. U kishi kelganda uningga payg'ambar alayhisalom sana buni ayirib qo'ydi deyildi. U g'animatlarni ko'tarib payg'ambar alayhisalomning yoniga bordi va
ey Rasululloh, bu nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, bu sening nesivang dedi. Eliq kishi, ey Rasululloh, men buning uchun sizga bayat qilmagan edim. U kishi bo'ynini ko'rsatib turib, men siz bilan bu yerdan o'q kirib, bu yerdan chiqib, shuning bilan jannatga kirish uchun bayat qilgan edim dedi. Payg'ambar alayhissalom u kishiga, agar sen Allohga sodiq samimiy bo'lsang, Alloh musang sodiq bo'ladi dedi. Keyin yeziliq u kishi bir g'azotga qatnashdi. Sahobalar u kishini shahid qilingan holda ko'tarib kelishdi. U o'zi ko'rsatgan yerdan, ya'ni bo'ynidan o'q tegib shahid bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom, bu eliq kishi shumi deb so'radi. Sahobalar, ha ey Rasululloh deb javob berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom, u Allohga sodiq bo'ldi. Allohmi uningga sodiq bo'ldi dedi. Demak, Allohga samimiy bo'lgan odam cho'qim murodiga yetadi. So'rash ayib emas. Bilmisimi bilgandek ko'rinish va yoki ko'rsatish ayibdir. Mana Alloh bilan paranglashgan Musa alayhissalomni o'z vaqtida Yusuf alayhissalomning qabrisini so'rab ondan bilgan. Hech kim bilimlik bo'lib tug'ilmaydi. Biz nurg'un narsalarni bilmaymiz. Bilmaydiganlaringizni so'rab, o'rganib, bilib turib, ondan Allohga ibodat qiling. Shunga so'rang, o'qing, bilim iling. Bilim demak kuch demakdir.